So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimi bilan tortishayotgan, talashayotgan, mushtlashayotgan fuqarolarning videolari ko'p tarqalyapti. Hurmatli fuqarolar, hurmatli vatandoshlar, avvalambor ichki ishlar xodimi davlat odami, ya'ni unga davlat ma'lum bir vakolatlarni berib, unga forma kiydirgan. Shuning uchun uning qonuniy talabini bajarish hamma uchun majburiydir. Agarda siz haq bo'lsangiz, o'zingizni haqligingizni tortishuv, talashuv bilan emas, mushlashuv bilan emas, tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qiling. Chunki ichki ishlar organlarini qonuniy talabini bajarmaslik dastlab O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi tartibida sizga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan deb topilib, sizga nisbatan ushbu modda sanksiyasi doirasida jazo qo'llanilishi mumkin. Agarda ichki ishlar xodimiga qo'l ko'tarsangiz, sizga nisbatan Jinoyat kodeksi 219-moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu modda sanksiyasi doirasida sizga nisbatan jazo qo'llanilishi mumkin. Shu kecha kunduzda bilaman, ko'pchilikni sharoiti og'irdir, imkoniyati cheklangandir, jarimadan qochib, imkon qadar jarima qo'llatmaslik ilinjida janjal qilayotgan fuqarolarimizni men to'g'ri tushunaman. Lekin siz undan ham battarroq ishga qarab bosh suqayotganingizni his qilishingizni xohlardim. Chunki Ma'muriy javobgarlik kodeksidagi 194-modda yoki Jinoyat kodeksidagi 219-modda bu siz o'ylaganingizdan ko'ra ancha og'irroq jazolarni, og'irroq sanksiyalarni sizni boshingizga solishiga yo'l qo'ymaydi.